Kumush olgandan keyin eng ko'p berilayotgan savollardan qo'limni yuvsam bo'ladimi, qorayib ketmaydimi, suvni ta'siri yo'qmi yoki Instagramda yozishadi, oqa rangi o'chib ketmaydimi deb. Bilib olinglar, kumush hech qachon rangi o'chmaydi. O'shaning uchun qimmatbaho metallarni safiga kiradi bu. Suvdan qorayib ketishi bo'lsa, bunda har xil fikr bor. Bir xil qorayadi deyshadi, bir xil qoraymaydi deyshadi. Suvdan kumush qorayib ketishi mumkin, qachonki radirovkasi bo'lmasa, suvni tarkibidagi xlor bilan kumushni tarkibidagi mis reaksiyaga kirishib ketib qoladi. Odatda o'shani hisobiga qorayadi. Qoraygan holati mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi, mana. Qorayib ketgan, bu yoq qoraymagan, oq joyi. Buni qorayib ketgan bo'lsa ham muammosi yo'q, buni tozalasa bo'ladi. Keyin yana qorayib ketishini sabablaridan bittasi havodagi oltin gugurtni tarkibi oshib ketishini hisobiga yana o'sha mis reaksiyaga kirishib ketib qoladi. Uchinchi, eng ko'p uchadigan sababi taqib yurganda badandan chiqqan tuzlar bilan yana o'sha mis reaksiyaga kirishib ketib, qora qatlam yig'ib oladi. Buni qoraygan bo'lsa ham buni ketqizish umuman muammo emas. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar, men oqartirishga video chiqaraman. Bu videoni mana shunaqa kumush taqqan, kumushi qorayib ketgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.